Zo'r məğlubiyət. ئاپتورى زبىگنېۋ برېزنىسكى. 20. ئەسىردىكى كوممۇنىزىمنىڭ گۈللىنىشى ۋە ھالاكىتى. 5. باب خىيالدىن رېۋىزىئونىزىمغىچە. Davamı. Təxirsizlik toyğusu qayta təkidləndiğən tema olub qaldı. Gorbachev özünün sözünü anlıqçılarga köp qetim əskərtib, vaqt ötüb ketivatıdı. Biz çoxum hazırdan başlap umumyüzlük ıslahat qilishimiz kerak dedi. 1987 yılı 10 ayda o Leningrad koçisidagi kishilarga 2 yildan buyon biz sizlar bilan kengashdik, munozir qildik, talash tartish qildik, o'ylandik. To'g'ri javobni tepib chiqib, turmushning o'zi o'ttirib qo'ygan masalani hal qilishiga tirishdik. Biz cho'qim nimalarni qilishimiz kerak? Hozir biz cho'qim islohot yo'lida mengishimiz kerak. Butkul jamiyat cho'qim mushu prinsiplar bo'yicha boshqacha yo'l tutishi kerak. iqtisod boshqarish va butkul jamiyat ma'naviy turmushida demokratiyani ishga oshirish kerak. Hammani cho'qim o'zgartish kerak degan. U markaziy komitet xodimlaridan og'rinib, biz amaliyot davomida doim qarshi aktiv ruhga va aktiv ruhni passiv boyqut qiladigan ahvolga uchraymiz. Bundaq bo'lib qolmasdan nurg'un kishilar boshqalarning fikrini tushunishga tirishmaydi. Aksicha qasdan bahona izlab, aktivlik bilan fikr qilg'uvchini ayblaydi. Bu hodisa yanala intayin umumlashgan dedi. U taqatsizlik bilan ogohlantirib, biz bu ahvolga endi chidab turolmaymiz. Bo'lmasa islohot mag'lub bo'ladi dedi. Gorbachev bolşeviklarning alayida sehri kuchiga to'lgan shahari Leningraddagi yana bir nuqtada ommani texmi buyuk ikkinchi bosqichliq islohot, siyosiy islohotni qo'llashga chaqiriq qildi. Bu bosqichdagi islohot ma'lum tuzilmadagi demokratiyalashtirishni o'z ichiga oladi. O, anlıqçılarga ikkinchi bosqich kam bo'lsa bo'lmaydigan hal qilg'uch bosqich. Shunga biz qog'oz yuzida qarorda to'xtab qolsak bo'lmaydi. Ammo yo'ldoshlar, biz o'tmishda doim mushundoq qildik. Bu bir savoq, o'tmishdan erishgan ochiq savoq. Biz nurg'un ishlarni boshlagan ham to'g'ri qilgan, biroq keyin yarim yo'lda to'xtab qoldik. Agar bu qitimmo yarim yo'lda to'xtab qolsak, davlat g'oyat zo'r ziyonga uchraydi. Qat'iy ishonamanki, biz mundaq ishning yuz berishiga ruxsat qilmasligimiz kerak. Chunki bu xalqning ko'ngliga yoqadi. Islohot o'yin o'ynash emas, davlatning taqdiri va xalqning turmushi islohotga bog'liq ekanligini aytdi. Lekin kishilarning Gorbachevning tashabbusiga bo'lgan inkosi birdek emas. Gorbachevning qo'llag'uvchilari, ya'ni asosliqi Moskvadagi har qaysi tadqiqot va ilm sohasining qizg'inligi yuqori, biroq ularning qizg'inligini har qaysi byurokrat organ va partiyalik kadrlarning so'g'uq pozitsiyasi yo'q chiqardi. Orada mustahkam amaldorlar Gorbachevning islohotiga umumyuzlik gumon bilan qardi. Gorbachev yuqori qatlam zotlarning demokratiyaning qalaymaqonchilik paydo qilmasligini tilayman degan odatlangan qarshini oldi bilan naql qilishga, ondan qaqshatquch zarba berishga majbur bo'ldi. Buningdan gumoniy pozitsiyani ko'rib olg'ili bo'ladi. U bu xildagi tanqidlarga qaytarim zarba berganda mushundoq andisi bor partiyalik amaldorlar shaxsiy manfaat uchun kichik ishni cho'ngaytiryotidi dedi. Ammo mundaq qarashlar ehtimol amaldorlarning g'azabini qo'zg'ishi mumkin.
texmi muhimi Haqiqat gazeti 1988 yılı 2 ayının 19 günü xabar qilganidek, Gorbachev o'zini tanqid qilguvchilar bilan munozirlashish jarayonida planining ayiblanganligini e'tirof qilishga majbur bo'ldi. Ba'zilar partiyaning bosh sekretari revizionizmni tashviq qilib, kechirgisiz gunoh o'tkazdi deb aybladi. Gorbachevning radiyasi buning odatdagi ayblash emasligini bildirdi. U ko'rvilishqa bo'ladi-ki, bir qism kishilarning ideyasi qalaymiqanlashdi. Bizni sotsialistik tuzumdan chekinayotganda yo'q deb gumonlanyotdi. Bizning marksizm-leninizm nazariyasini o'zgartayotgan yoki o'zgartmayotganligimizni bilmaydi. Marksizmning qo'g'dug'uvchilari bilan sotsializmning go'rkorlari bir vaqtda paydo bo'lganligining qilcha ajablanarligi yo'q. Ular marksizm, leninizm va sotsializmning tahdidga uchirganligiga ishonadi deb radiya bergan edi. Partiyaning byurokratlari demokratiyaga tabiiy qo'rqinish bilan qaraydi. Gorbachevdan umumyuzlik gumonlanish va qo'rqish psixikasini texim ulg'aytirdi. Ular Gorbachev xalqning mazmuni keng islohotini qo'llashini qo'lga keltirish uchun maqsadli holda xalqning byurokratlikqa qarshi kayfiyatini quturtibyotidi deb gumonlanadi. Bu ayblashning ma'lum darajada asosi bor. Islohotga qartilgan qarshiliklarni yengish uchun Sovet ittifoqi rahbari Gorbachevning boshqa tanlashi yo'q bo'lib, faqat oqlab turib, tuzilmadagi loyg'azallik va sinoqqa bo'lgan positsiya islohotining ilgirlashiga to'sqinlik qildi deyishga majbur bo'ldi. Buningdan sirt demokratiyalashtirishning ortiqchiligini tashviq qilish uchun Gorbachev millatchilik shuaridan foydalanib, xalqning o'z baxtini planlash uchun mas'ul bo'lishi kerakligini, xalqning davlatning ijtimoiy va siyosiy ishlariga texmi aktivlik bilan qatnashish kerakligini ta'kidladi. Bularning hammasi bir qism kishilarni ansirtib qo'ydi. Ular bosh sekretar xalqni partiyalik kadrlarga qarshi quturtibyotidi deb gumonlandi. Gorbachev bu andishlarga nihoyat sezgur. Bu andishlarning haqiqatan mavjudligini texmi isbotladi. Gorbachev kishilarning ko'nglini amin topqizish uchun ko'p qatim kapolat berib, yuqori rahbarlik hargizmi xalqni partiyalik kadrlarga qarshi chiqishga qutratmaydiganligini, Jongodagi madaniyat zo'r inqilobidak ahvolning ko'rilmaydiganligini aytdi. Masalan, u 1987 yılı 10 ayının 13 günü söz qilib, islohot va sotsializmni taraqqiy qildirishga iqtidorliq va yangi yuqori kadrlarga muhtoj. Bu kadrlar xalqqa yiqilishidi, jamiyatni jonlantiradigan inqilobiy ideyaga ega. Mening bu masalani tilga ilishim kishilarga bu masalani Jongodagi madaniyat inqilobiga o'xshash kishilarni organ xodimlariga hujum qilishga da'vat qilish deb tushunib qolmaslik uchun emas. Yo'q, yo'ldoshlar, menda hargizmi bunda xiyol yo'q, dedi. Gorbachev boshqa bir qatimliq so'zida islohotga qilchi ko'ngil bo'lmaydigan kadrlarni almashtirib etish ustida to'xtalganda darhol to'liqlab, bunda qilish hargizmi kadrlarga behurmatlik qilishdan derak bermaydi. Chunki bizning kadrlarimiz va ziyolilarimiz iqtidorliq. Ularni qo'g'dash kerak, dedi. Gorbachev garchi qayta kapolat bergan bo'lsa-mu, ammo partiyalik kadrlarga maqtash va ogohlantirishni tang qo'llandi. U agar partiyalik kadrlar yangi davr ro'yiga moslashishni xohlamasa, ularni almashtirmay bo'lmaydi deb ko'rsatdi.
u har qitim Leninizmchi kadrlarning alohida, hatto tangdoshsiz rolini maqtaganda har qitim degudek ogohlantirib, passivlik va islohot ro'yi kamchilik bo'lishning toqat qilg'il bo'lmaydiganligini aytadi. U bir qitim ko'chadagi kishilarga nutq so'zlab, davlatimizdagi bir qism kishilar yo sheylarga va xalqi bo'lgan pozitsiyasini o'zgartsin, yo bir chetga o'tib, boshqalarga yo'l bersin degan edi. Gorbachev garchi Leninizm toni orqali o'zini qo'g'dimoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, ammo u haqiqatan boshqacha yo'l tutgan edi. Uning maydoni aniqla konservativlarni andishiga soladi. Leninizmdagi partiya nazariyaviy haqiqatning birdan-bir qo'g'dug'uchisi degan ideya partiya amaldorlarida cho'nqur yildiz tortgan. Gorbachevning oshkora muzokaralardagi da'vat qilishlar albatta ularga tinishlantirish doğrusu bo'lmaydi. Uning inchki ko'rsatmalari garchi nazariya jihatda revizionizmlik tusi uncha qo'yiq bo'lmasa-mu, yanada kishini andishiga soladi. Kishilar hujjatsimon asar, islohot va yangi tafakkur degan kitobni Gorbachevning qo'llovchilari yozgan bo'lishi mumkin deb qiyos qilishdi. Ammo bu kitobda aniqla Gorbachevning keskin ideyasimi o'z ichiga ilingan edi. Kishilar bu kitobdan Sovet ittifoqining realligi va tarixining hammani o'z ichiga olganligini ko'ra oladi. Gorbachev garchi nihoyatda ehtiyotkorlik bilan o'lchamlik Leninizm prinsiplarini ta'kidlagan bo'lsa-mu, biroq uning qarashlari kishiga bir qancha Sharqiy Yevropa kommunistik partiya rahbarlarining va nazariyachilarining so'zlarini asqa soladi. Kreml sarayi ularni revizionizmchi deb ayblagan edi. Gorbachevning asri bilan 1968-yili Dobchik davridagi Chexoslovakiyaning harakat nizomi ba'zi taraflarda birdak edi. Bu birdakliklar cho'qim Sovet ittifoqi konservativ rahbarlarini aromida qo'ymadi. Darvaqa Gorbachev ta'kidlab, o'zining maqsadi haqiqiy Leninizm prinsipiga qaytish ekanligini, hargizmi har qanday jihatda partiyaning rahbarligini va demokratiyani markazlashtirish prinsipini ojizlatish emasligini aytdi. Demokratiyaning amaliyat davomidagi ma'nosini muayyanlashtirganda Gorbachevning asri bilan Dobchikning harakat nizomi orasidagi farq ro'shanlashadi. Dobchikning demokratiyalashtirilishi bo'lsa, kompartiyaning siyosiy huquqdagi monopolligini buzishdan derak berdi. Gorbachevning demokratiyalashtirishi bo'lsa, ko'p hollarda partiyaning xalqning orzusiga asosan inkas qaytarishni talab qiladi. Lekin har ikki hujjat Stalinizmning usulini va bir taraflama iqtisodiy taraqqiyot siyosatini ayblaydi. Stalinizmning qo'pol shakldagi taraqqiyotni ziyoda ta'kidlashini tanqidlaydi. Ikki hujjat yana bu sababli paydo bo'lgan jamiyatdagi olg'a bosmaslik va axloqdagi cheriklikni ayblab, texmi yuqori darajadagi demokratiyalashish va texmi oshkora munozirlashish orqali jamiyatni yangi hayotlikqa erishtirishni talab qiladi. Gorbachev Sharqiy Yevropaning dastlabki revizionizmchilarga o'xshash partiya nazariyasining mutlaq to'g'ri ekanligiga gumonini o'ttirib qo'ydi. Faqat Sharqiy Yevropa revizionizmlariga o'xshash oshkora demaganli yeri bor. To'g'ri siyosat munozara va amaliyotdan keladi. Biroq munozara partiya a'zolari bilan cheklanib qolmay, texmi ko'p odam qatnashishi kerak. Bu xil nuqtai nazar nazariya
faqat yuqoridan belgilanib harakatga yetakchilik qiladi degan qarashqa bevosita zarba beradi. Demokratiyalashtirish hukmi G'arbning haqiqiy siyosiy tanlashining vakillik qiladigan demokratiya engidan töven darajada bo'lsa-mu, o'xshashla marksizm, leninizmning huquq munariga tahdid soladi. Qaytalab tushuntirishga tegishli bo'lgani Gorbachev garchi qo'shilmasa-mu, ham g'arbchi demokratik tuzumni qabul qiladiganligidan bishorat bermadi. Biroq G'arb demokratiyasi bilan Sovet ittifoqi realligi o'tirsidagi hang nihoyatda cho'nqur bo'lganlikdan G'arb demokratiyasiga qarab mangan kichikkina bir qadammi Sharqiy Yevropa revizionizmchilari maqtab uchirganidanmi kichik bo'lsa-mu, Sovet ittifoqi bekitgan siyosatga zo'r xoinlik hisoblanadi. Gorbachevning revizionizmga tadrijiy burilishi boshqa bir qancha asosiy masalalarda Sovet ittifoqining an'anaviy nazariyasiga tegib qo'ydi. İşləp chiqarish unumi va xizmat unumini yuqori ko'tarish uchun u muqaddas tang taqsimot ideyasiga hujum qildi. 1988-yili 2-oyda Markaziy komitetga tuzli qilib, tang taqsimotchilik mohiyatdan aytganda iqtisodga buzg'unchilik roli bo'lib qolmay, yana axloqqa, kishilarning butkul tafakkur shakli va harakat shakliga buzg'unchilik roli bor. Tang taqsimot tirishchanlik va yangilik yaratish xarakterlik emgakning shuhratini yerga urib, intizomchanlikni bo'shashtirib, kishilarning kasb iqtidorini yuqori ko'tarishga bo'lgan qizg'inligini yo'qotib, emgakdagi raqobat va raqobat ro'yiga zarba berdi. Biz tuzli qilib tang taqsimotchilik, marksizm, leninizm bilan ilmiy sotsializm bilan qat'iy o'rtoqligi bo'lmagan kichik kapitalizm qarshining aks etishi deyishimiz kerak deb ko'rsatganidak edi. Amaliyotda Gorbachevning demakchi bo'lgani ishlab chiqarish unumi asos bo'lgan maosh farqi bo'lsa, haqiqiy barobarlikning konkret ifodasi. Shundaqla ishchilar uyushmasi qurilishdan ilgari nurg'un Amerika korxonalari umumyuzlik qo'llagan prinsip. Eng oxirgi bir nuqtamo intayin muhim. Gorbachev yuqoridan tövanga bo'lgan iqtisodiy tuzilma islohoti bilan tövandan yuqoriga ijtimoiy besim shakllantirgan siyosiy demokratiyalashtirishni bevosita birlashtirishi, partiyaning ijtimoiy islohotni kontrol qilishdagi monopol boshqarish huquqining ojizlashish xavfini paydo qilishidan saqlang'ili bo'lmaydi. Sovet ittifoqida yangi bir siyosiy madaniyatni yaratib, xalqni partiyaning texmi unumlik hukmronlik yurgizish tirishchanligiga yordam bergizib, 1988-yili 6-oydagi partiyaning 19-navbatlik alayda a'zolar yig'inida o'tkazilgan televiziya munozirasiga o'xshash, ya'ni bu Sovet ittifoqining burunqidan bar avam turmush o'lchimiga butunlay xilof. Hech bo'lmaganda oshkora munozirlashishning darvozasini ochdi. Hatto o'xshamagan siyosiy fikrni bayon qilishning eshigini ochdi. Eng oxirida kutilmagan ijtimoiy qalaymaqonchilikning eshigini ochdi. Marksizm so'zi bo'yicha aytganda, bularning hammasi obyektiv jihatda revizionizmchidir. Kreml sarayida paydo bo'lgan bu revizionizmchi bosh sekretar paydo qiladigan ta'sir g'oyat zo'r bo'ladi. Sovet ittifoqidagi turmushning har qaysi taraflarda qanot yoygan, keskin munozirga o't ustiga yog' chachqandek ta'sir berib qolmay, ta'siri texmi cho'nqur bo'lgan Sharqiy Yevropa revizionizmini cho'qim tirildirdi va taraqqiy qildirdi.
birli vaqtda yana Kreml sarayının ideologiyasındaki kesim chiqarish huquqini tortib oldi. Bu ta'sirning alayida ig'ir xatri dunyo kommunizmga o'rtaq bo'lgan marksizm, leninizm nazariyasini parchalab. Qisqacha aytganda, Moskvada kichikkina rېۋىزىئونىزم paydo bo'lsa-mu, kommunizmning siyosiy yemirilishi va nazariya mag'lubiyatini teziltidi. Kommunizm alayida tarixiy hodisa bo'lish sifati bilan o'tmishdagi shon-sharpini allaqachon yo'qotdi. Davomi bor.